Qizlar bitta narsada yigitlaring bilan sevishib turib keyin undan yaxshiroq variant chiqsa turmushga chiqib ketasizlar. Ota-onalaringni protiv qilib, uzr, uydagilarim ruxsat bermadi. Ota-onamni yuzidan o'ta olmadim deb turmushga chiqib ketasizlar. Keyin turmushga chiqib ketib, hayotlaring o'xshamasa 10-15 kundan keyin telefon qilasizlar. Unday bo'ldi, o'xshamadi, meni kechiring u bu deysizlar. Uni ham hayotini ko'tlaringga tiqasizlar, o'zlaringni ham hayotlaringni ko'tlaringga tiqasizlar. Afsuski bu so'kinish bo'lishi mumkin, lekin afsuski haqiqat. Yozinglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Yo'q, unaqa emas. Обязательно shunaqa, men 100% bilaman. Обязательно shunaqa. Nima demoqchiman? O'shaning uchun pulni deb o'zlaringni baxtlaringni chichib qo'ymanglar. Shuning uchun nima deydi? Sevishdilaringmi? Albatta yetishga harakat qilinglar, tamom.